Sizlarda ham xuddi mana shunday kompyuteringizga Wi-Fi ulangan, lekin siz uni parolini yoki bilmaysiz yoki esingizdan chiqargansiz. Men sizlarga buni qanday qilib ikkita eng oson usul bilan bilishni hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun videoga like bosib hamda kanalimiz rivoji uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini ham bosib ketishni unutmang. Bunday bo'lsa, ketdik. Birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz mana bu WinR tugmalarini bosamiz. Hamda mana bu ko'rib turgan mana shu jumlani mana shu yerga kiritib olamiz va enter tugmasini bosganimizdan keyin mana bu Setvi подключение bo'limini bizga ochib beradi. To'g'ri aytishlar mumkin, bu bo'limni настройка orqali ham ochsa bo'ladi, lekin bu yerdan ochish juda ham qulay va oson. Va o'zimizga kerak bo'ladigan mana shu беспроводной сети, ya'ni bizni Wi-Fi'miz ulangan joyda tanlab, sonchani unutmachasini bosamiz hamda состояние bo'limini bosamiz. Va mana bu yerdagi свойства беспроводной сети. Buni bosganimizdan keyin mana bu tepadagi безопасность bo'limini bosib, отображать вводными знаки. Mana shuni bosganimizdan keyin bizda mana shu Wi-Fi'mizning paroli kelib chiqadi. Mana endi sizlarga ikkinchi usulni ko'rsatib beraman. Ya'ni bunda ham WinR tugmalarini bosamiz hamda bu yerga mana bunday ko'rib turganingizdek CMD. Mana shu narsani yozib olamiz hamda enter tugmasini bosamiz va mana bu yerga mana bu ekraningizda ko'rib turgan jumlani kiritib olamiz. Va mana shu jumlani kiritganimizdan so'ng enter tugmasini bir marta bossak, bizga mana shu barcha ulangan Wi-Fi'larimizni chiqarib beradi. Va bu yerdan biz o'zimizga kerakli Wi-Fi, ya'ni mana bu yerda o'zimizni Wi-Fi'miz ko'rinib turadi, nomi va shu nomga aloqador Wi-Fi'ni ko'ramiz hamda pastki qismga endi mana bu jumlani kiritib olamiz. Va kiritib olganimizdan so'ng mana bu enter tugmasini bir marta bosamiz va mana bu pastki qismda ko'rishinglar mumkin, bizni mana shu Wi-Fi parolimizni bizga chiqarib beradi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib ketishni unutmanglar, hamda texnologiya dunyosida yana nimalarni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar.